Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyot ilmiy haftaligini o'tkazishdan asosiy maqsad nima? Assalomu alaykum. Albatta bu bizning ilmiy haftalimiz birinchi marta o'tkazilayotgani yo'q. Bu an'ana tusiga kirgan, bu Toshkent kimyo texnologiya institutining har yilgi ilmiy faoliyatining natijalarini ko'rsatadigan haftalik va xalqaro haftalik. Barqaror rivojlanish va yashil kimyo deb atalishidan maqsad bu bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining aylanma iqtisodiyot, ya'ni atrof muhitni himoya qilish bilan birga yangi bir texnologiyalar, innovatsiyalarni iqtisodiyotga umuman O'zbekiston Respublikasining sanoati rivojlanishiga hissa qo'shish. Mana shu joyda ikkita jumlani birlashtirsak, bu yashil kimyo, bu bizning asosiy O'zbekiston iqtisodiyotining ustun yo'nalishlaridan biri. Bu yerda albatta kimyo bo'lganligi uchun turli xil jarayonlar, turli xil manbalardan mahsulotlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilganligini biz ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birga barqaror rivojlanish. Mana shu ikkalasini bog'laganda barqaror rivojlanish deganda bu yerda yashayotgan makonimizni, muhitning sof, toza saqlash bilan birgalikda jamiyatda barqaror o'sishni ta'minlash. Bu birinchi navbatda aholi shu muhitda, makonda yashayotgan bizning fuqarolar uchun yaxshi sharoitlarni yaratib berish. Yaxshi sharoit qachon bo'ladiki, qachonki iqtisodiyot rivojlansa, ilm-fan rivojlansa. Mana shu maqsadda biz xalqaro haftalikni tashkil etdikki, bu yerda nafaqat ilmiy, amaliy konferensiyalar, balki talabalar, yoshlar forumi, ya'ni umidli kimyogarlar mana 35-marotaba o'tkazilyapti. Bu ham nimani ichida. Bundan tashqari biz boshqa sohalarni ham ko'zda tutdik. Bu yerda kimyo sanoati atrofida bo'lgan boshqa sanoat tarmoqlari, bu qurilish materiallari kimyosi, bu oziq-ovqat kimyosi, bu shisha, silikat, norruda materiallar, shu bilan birga yashil qishloq xo'jalik. Yashil qishloq xo'jalik deganda bio'g'itlar texnologiyalari. Aynan bu bizning institutimizning eng asosiy profillari, yo'nalishlaridan biri. Endi bugungi kunda bilasiz, sun'iy intellekt kirib kelmoqda. Sun'iy intellekt bilan raqamlashtirish va bu yerda kichik shunaqa mexanizmlar, uchuvchi apparatlar paydo bo'lyaptiki, bu o'sha texnologiyalarni rivojlantirishda, qishloq xo'jaligidagi aytaylik mahsulotlarning samaradorligini, uni hosildorligini oshirishga yo'naltirilgan. Mana shu yo'nalishlarda ham talabalarimiz, yosh olimlarimiz keng hamkorlikda sanoat bilan, ilmiy tadqiqot institutlari bilan, turdosh oliy ta'lim tashkilotlari, ya'ni universitetlar bilan birgalikda hamkorlikda bir qancha natijalarini mana shu ko'rgazmada namoyish qilyapti va o'zlarining konferensiyadagi chiqishlarida hisobot berishadi va olgan ilmiy tadqiqotlar natijalarini bayon qilib berishadi. O'ylaymanki, mana bugun boshlangan mana shu bizning ilmiy haftaligimiz muhokamalarga boy bo'ladi. Yangi g'oyalar, yangi fikrlar esa keyingi yildagi va keyingi va kelajakda bo'ladigan ilmiy tadqiqotlarga zamin yaratadi. O'ylaymanki, bu har taraflama manfaatli, ham ishlab chiqarishga, ham bizning olimlarga, ham talabalarga, bu degani jamiyat, iqtisodiyot manfaat ko'radi. Bugungi ilmiy haftalikdan nimalarni kutyapsiz? Bugungi ilmiy haftalikdan biz albatta yosh olimlarimiz, talabalarimiz, ustozlarning yil bo'yi ishlagan ilmiy tadqiqotlarining natijasini va ularning qanchalik samarali ekanligini mana bizning hamkor korxonalar kelyapti, yirik korxonalar, shularga namoyon qilib, shular bilan teng sheriklikda, teng manfaatli shartnomalar tuzish va kelajak rejalarini tuzish. Javobingiz uchun katta rahmat.